Yuvadigan gubka hojatxona urnasidan 200 ming marta kiroq va sog'liq uchun xavfli va jiddiy yuqumli kasalliklarni keltirib chiqaradigan 362 dan ortiq turdagi bakteriyalarga to'la. Yo'q. Tahlillarga ko'ra, gubkalarning 77% da koliform bakteriyalari, 18% da stafilokokk, 86% da zamburug' va mog'or mavjud. Gubka teshikchali tuzilishga ega. Siz uni siqqaningizda suv molekulalari, bakteriya, yog', oziq-ovqat qoldiqlari va tozalovchi vosita molekulalari qoladi. Tez foydalanish natijasida u qurimaydi. Namlik esa bakteriyalar ko'payish uchun ajoyib muhitdir. Gubkani qaynatish, o'tkir vositalarda yuvish hech qanday usul mikroblardan xalos bo'lishga yordam bermaydi. Siz ularni tez chiqindiga tashlashga majbur bo'lasiz. Bitta gubka chirishi uchun esa 200 yil vaqt kerak bo'ladi. Bu esa ekologiya uchun katta zarardir. Nima endi qo'lda yuvaymi? Hech ham xavotir olmang. Griliftda sun'iy gubkalarning o'rnini bosuvchi tabiiy o'simliklardan tayyorlangan sellyulozali sponjlar mavjud. Bu sponjlar idishlarni yuvib bo'lgandan so'ng o'zidan namlikni o'chirib, bakteriyalar rivojlanmasligi uchun tarashadek qotib qoladi. Ya'ni bakteriyalar rivojlanishiga yo'l qo'ymaydi. Suvga solishingiz bilan yana asl holiga qaytib, yumshoq bo'lib, idishlarni juda toza qilib beradi. Eng muhimi, bakteriya va viruslar tanasiga tushsa, o'zini qurbon qilib, maydalanib ketadi. Yaroqsiz holga kelgan bunday sponjlarni yerga ko'mish mumkin. O'zingizga va tabiatga ziyon keltirmaydigan tabiiy mahsulotlarimizdan foydalaning.